Bunu bu uylaymiz. Hani ichkaridagilar tashqariga chaqiradi. Bo'laveradimi? Uylanasanmi? Uylanmaydi. Xotinni eshitishingga turib olding, o'ylaydi. Sen uylanasan, Sardordek uylansang degan. Bo'ydoqda bo'lsa, birinchi Sardordek uylansan. Bor, gaplashar ekan. Bo'ydoqni tushunadi. Bor, nima der ekan? Qani. Hasilashdi. To'xta, sen uylanasan. Buni jahli chiqib chaqirib, hasilashdi. Navoz qildi. Ha, bo'ldi, sen uylanasan. Uylanish uchun bitta omon Hali muzikaga muxta bitta chiroyli qarshi bo'lsin. Hech kim yo'q. Muzika to'xtaydi lekin qarshi. Qani, mana qarshi bo'lyapti-yu. Bir ovozi bilan, bir ustaga shimistaga bilan qarshi bo'lsa, tesobu yo'ldan bosim ko'rsatsin. Hanjar bilan tomosha qilgan haqiqiy mana temir matosidan yasalgan, arrani materialdan yasalgan hanjar bilan tomosha. Ya'ni bu o'tkir hanjarlarda olib chiqdik. Mana bu mashinani bariga olib keladida, mana bu hanjarda shu iskir tomonini mana shunday kekirtakka qo'yadi. Kekirtakka qo'yib turib, mana bu hanjarda ikki tomoniga temirni ulab turib, mana shu kekirtakka hanjarni qo'ygan holatda mashinani tortib olib keladi, ko'rasizlar. Bu videoni men YouTube'da ko'raman. Hemşe edin boy boylar sevap. Asal sen duru boylar.